Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun biz Denovda Shamsiddin akaning do'koniga kelganmiz. Bu yerda Shamsiddin akamiz bitta 2 oymi, qancha vaqt bo'ldi ishlatyapti? 3 oy bo'lib qoldi foydalanayotganiga. Aka, o'zi P-daftarni qanday topdingiz? Shu haqida ozgina aytib bersangiz. Shu bir o'rtog'im Azimart do'koni foydalanayotgan ekan, keyin shuni ko'rib o'rtog'im maslahat berdi. Sraz men ham o'tdim. Bu daftardan charchatib yordi-da. Daftar juda muammolar kelib chiqardi. Qachon olib ketganman, qayerda, bu yerda olayotgan vaqtda odamlar kutib turadi. Berayotgan vaqtda kutmaydi-da. Qayerga yozilgan, qaysi betga yozilgan endi daftarda qiyin-ku. Shu daftarni ko'rsam bo'ladi? Mana bu yoqda endi bitta bor. Bularda 4 ta 5 ta bor ekan. 4 ta 5 ta bor ekan. Bu qaysi daftarga yozilgan, nima bo'lgan, sal qiynalib ketdi-da odam. Bu o'zi asosiy mijozlar bilan konflikt qayerda paydo bo'ladi? Nima narsa olib ketganidami yoki pulni qaytarib nima narsa olib ketganida, qachon olib ketgan, kim olib ketganligida izoh kiritsangiz bilan xohlasangiz olib ketgan paytda spiska qilib bergan vaqtda spiska rasmini tushirib olib, spiskani qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz kim olib ketgan vaqtini o'zini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz ovozli xabar, haqiqatan men olib ketyapman shuni deb o'zini ovozli xabarini qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Oxirida 0330 mi 0333 ni bosasiz, juda kelib chiqadi-da. Bu daftar tikilib nechinchi betda edi, qachon yozilgan edi, qaysi qismda yozilgan edi, degan narsalar bo'lmaydi. Bo'ldi. Tushunarli. Sizlarga kattakon rahmat. Rahmat aka, xursand bo'ldik, sizga foydamiz tegdi. Ishimizni yengillashtirdiz. Qolgan odamlarga maslahat berardim. Bizga o'xshab charchagan odamlarga. Bemalol qo'rqmay o'tsa bo'ladi daftarga. Yengilliklari juda nimalari bor. O'chib ketadi deb o'ylamasin. Xuddi Telegram, Instagramga o'xshab programma, to'g'rimi? Da, конечно. Sizlar kunlik sahnat bo'lib ketaveradi. Agar esli ishda o'chib qo'rqadi odamlar. U narsani yechimini qilib qo'yganmiz. Har kuni ma'lumotlar ba'zida saqlanib turadi. Alohida saqlab qo'yamiz, чтобы ma'lumot butunlay yo'qolib ketmasligi uchun. Atak bemalol qo'rqmasdan ishlatsa bo'ladi. Hammaga tavsiya beramiz. Shunaqa. Zo'r. Juda yengil bo'ladi. Keladi shunday ism familiyasini yoki shunday boshqa harfini shunday yozasiz, chiqib keladi. Juda yengil-da. Конечно, hammaga 4 ta daftardan izlagandan ko'ra 4 ta daftardan oxirini so'rab aytsa yaxshi. Bu daftarga o'tgandan keyin ko'chada qancha qarzim borligi shunday ko'rinib turadi. Asatga. Bo'ldi. Qarzda ko'chada nech pul turgani. Nech pul yig'ib olish. Qancha kuniga nech pul chiqib ketyapti. Nech pul kirim bo'lyapti. Pulni kunni ko'rinib turadi. Eng oson qulaylik taraflari shunda. Ko'chada asosiy daftarda qancha qarzi borligini hisoblash qiyin edi-ku. Bu daftarda nech pul, buni har kuni hisob-kitoblar kalkulyatsiya qilish qiyin bo'ladi. Hozir 5 sekundda shunday kirasiz, shunday nima deydi? Statistika nimasiga shunday o'tasiz, ko'rinadi. Qancha kirgan, qancha chiqqan, qancha ko'chada balansi turibdi, chiqim balansi. Kunlik shu avtomatik hisoblansa, qo'l mehnati miyani og'ritayotmaysizda, ishdan charchagandan keyin, to'g'rimi? Zo'r. Qulaylik taraflari juda zo'r. Keyin aka, siz bitta kamchiligingiz bor ekan, to есть funksiyani to'liq ishlatmas ekansiz. Bu SMS-larda ko'proq foydalanmas ekansiz. Uni ishlatishni boshlasangiz, hozir men 300 qanchadir million qarzim bor dedingiz-ku. O'sha qarzni ham ertaroq ko'tarib olsangiz bo'ladi. Qaytarib olsangiz. SMS. Misol uchun 30%, o'rtacha 20-30% qarzlaringiz ertaroq kelishda boshlaydi. Telegram taraflarini aytadi. SMS-ni o'zini yuborsangiz ham bo'ladi. Telegram bo'lib bersangiz, u chista doimiy mijozlar bilan konflikt kelib chiqmasligi uchun. SMS-larni sekin-sekin to'g'rilab bog'lasa. Shunaqa tavsiya qilamiz aka. Sizga ham rahmat kattakon, xursandmiz. Sizlarga rahmat kattakon. Hammaga tavsiya qilamiz. Bemalol qo'rqmay ishlatamiz. Rahmat.